Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agroservis do'konida bugun juda ham katta aksiyalar boshlanib ketdi. Endi siz mana shu ko'rib turgan motorni xarid qilib oldingizmi? Endi mutlaqo tekinga olsangiz ham bo'ladi. Tasavvur qiling, siz do'konimizga keldingiz. Mana shu motorni xarid qilib oldingiz, pulini o'zi aytgan narsa kelishib oldik. Pulingizni berdingiz, biz sanab oldik va pulingizni ko'zingiz oldida turasiz. Agar men buni tekinga olib ketsam bo'larmikan desangiz, mana shu turnigimizda atiga 5 daqiqa osilib tursangiz bo'ldi. Tekis holatda hech qanaqasiga emas. Mana shu holatda tekis 5 daqiqa osilib tursangiz yetadi. Mana shu olgan motobloggingizni sizga bergan pulingiz bilan o'ziga qaytarib beramiz. Yo'q ekan, sanlar soat sekinlashtirib qo'yishi mumkin yoki sanlarlar qilyapsiz bu narsani. O'zlaring telefonlaringda timer yoki sekundga qo'yib qo'yamiz. O'zlarining telefonlar allansa kerak bo'ladi kerak. Xo'p, endi bular qisqa motorlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomer qo'yapman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar kelar. Xo'p, birinchi turgan motor 7 oshli agroservis motorlar bo'ladi akalar. Original varianti. Agar siz bu motorlarimizni xarid qilib olsangiz, bir yer servis xizmati bepul, faqatgina motor va korobka tomonlama bir yil O'zbekiston bo'ylab servis xizmatlari sizga mutlaqo tekinga bo'lib ketadi akalar. Motorlarimiz komplektlarda esa motorlarimiz 4 qatordan 8 qo'ygan qator bo'lgan frezasi har biri bo'lmaydi, ko'rishlari mumkin. Xo'p, dokument kulishlari bir yil garantiyasi bor. Motorlarimizda skorlar oldiga 2 ta skor qo'yib, bitta skor bilan jihozlangan bo'ladi. O'chirib yoqish bitta knopka orqali motorlarimiz orqasiga esa mana shu ko'rib turgan kartoshka kapatorlarimizdan ham qo'yganmiz hozirgi kunlarda. Ko'pchilik buyurtma qilyapti, ukam hozir sezoni keldi. Biz shunda yo'qroq ishlashimiz kerak, bormi desalar, bormi degan akalar uchun olib kelib qo'ydik. Yana bir narsa aytib ketaman. Ukam yonida agroservis nimasi ko'rsatdi motorni. Endi esa buni yonida mana shu O'zbekiston ishonch raqamlarida ham bor ko'ryapsizlar. 91 109 26 85 mana shu nomerlar O'zbekiston nomerlari bo'ladi kerak. Motorni tushunmaysiz yoki buzilib qolsa motorni korobka tomonlama sizga olib kelasiz, servis sizdan bir tiyin pul olmaydi. Hop, bu motorimiz ham tanishib ketamiz. Motorimiz nomi yangi chiqqan motorlarimiz hisoblanadi. Yoqorlar bizam oklar 3 litrli qilib ishlangan hozirlar maslin filtr qarq ishlashdan traktor chekan juda yaxshi biladi. Oldi 2 ta skor qo'yib, bitta skor bilan jihozlangan. Xo'p, keldingiz, mana shu 7 oshli motorni xarid qilib oldingiz. Endi esa bunga bitta katta motorni mana shu motorni qo'shib olib ketishga nima deysiz kelar? Shu motorni qo'shib olib ketgan bo'lardingiz. Hech qachon hayolga keltirmagansiz. Bu narsani boshqa do'konlarda bu narsani 9 million, 8,5 million, 10 million, 11 million sotilayotgan narsasiz mutlaqo tekinga olsangiz ham bo'ladi. Kelasiz, mana shu biz turnigimizda 5 daqiqa osilib bersangiz bas. Va mana shu olgan motorlaringizga qo'shib mana shu motorlarni ham olib ketsangiz bo'ladi akalar. Nima deysizlar? Shu motorlarni olib kelsa qarshi basibsizlar akalar. Faqatgina biz turnigimizda 5 daqiqa osilib bersangiz yetadi. Kimga ekan shu videoni yo'q bo'lsa, hozir videomizga bitta like tugmasini kanalga omad yozib qo'yinglar. Do'konimizga kelganda soni cheklanmagan motorlardan xarid qilib olasizlar. Do'konimiz ichidagi mana shu turnirni yoki omadli baramangizni aylantirasiz. Baramangiz hali ham o'sha baramangiz o'ngan chapganishdan farqi yo'q. Xohlayotganingizga bir marta aylantirasiz. Nima tushdan qatnashasiz mutlaqo tenga berib yuraman. Ko'rishamki, baramangiz hali ham o'sha ishdan o'rganmaydi. Opta narxida birinchi sklad va qo'lidan xarid qilib olaman degan uchun bu yangi kattakon o'zgarish agroservis do'konlarida endi motorlar suv tekin narxlarda. Kimga kerak bo'lsa ekranda nomer yozib qo'ydim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar kelar. Bundan keyin qiziqroq videoni qiziqroqlanish uchun obuna tugmasi bos qo'yinglar. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'kon. Optim skladning birinchi qo'l bazasi agroservis do'konlari bo'ladi. Agar jonli hisob bo'lsa, bundan keyingi videoda ko'rishguncha kuchuk akalarimizni mana shunday do'konga chorlab qolamiz. Ko'rishguncha kerak.